Raqs bu yurakning tanaga aylangan ohangi. U nafaqat harakat, balki ichki olamning ovozsiz gapirishidir. Assalomu alaykum. Eksklyuziv suhbat ko'rsatuvining navbatdagi sonida biz o'zining betakror raqslari bilan ayni paytda muxlislarga ega bo'lib kelayotgan yosh ijodkor bilan suhbatlashamiz. Ataniyazov Zufarbek bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat. Keling ko'rsatuvimiz avvalida o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Ismim Ataniyazov Zufarbek. Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilganman. Raqs bo'yicha shu akademiyada o'qib kelyapman. Katta rahmat aytamiz. Sizni aynan bu yerda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bilamizki, siz ko'proq Michael Jacksonni raqslarini o'xshatishga, harakatlarini o'xshatishga harakat qilasiz va bu aynan mana shu raqslar bo'yicha ko'plab chiqishlarni ham qilgansiz. Keling endi aynan mana shu raqsga to'xtalamiz. Umuman olganda raqsga bo'lgan qiziqishingiz qachon boshlangan? Yoshligimda maktabda vaqtlarimda qiziqqanman. Rahmatli otam bilan onam quvonib, "Makkam dur" deb shu o'qishagir, yaxshi o'rgan, o'qi, balki bester bo'lasan, kelasi yil. Men orzum shu katta sahnada chiqish niyatim bor. Demak, bu yo'nalishga yoshligingizdan qiziqqansiz. Ha. Nima uchun aynan Michael Jackson harakatlari? Michael Jacksonni chunki o'zimga yaqin. Endi o'qishagirdim, endi yangi raqslarni o'rganibmiz. Juda ham ajoyib. Keling aynan uning harakatlariga, aynan raqsda qiladigan yo'nalishlarga birozgina to'xtalib o'tsak. Qo'l harakatlari boshda qo'li ebida turadi, shlapani bunday ushlab turadi, aylantiradi. Shuna deyishlari zo'rdan buni. Keyin bunday aylanib ikki oyoqdan bunday turish zo'r. Boshda o'rganganimda boshda qiynaldim. Mehnat edim og'ir. San'atni katta qiyin bo'ladi. Qancha payt ketdi o'zi bu raqsni o'rganishingiz uchun? 4 yil. 4 yil. 4 yil ichida mukammal o'rganib oldingiz. Keyin o'rganib bo'lgandan keyin menga taklif tushdi. Yoshlar yetakchisi 5 tashabbus olimpiada qatnashdim. Sovg'alar bilan Toshkentda 1-o'rin, 2-o'rin olib keldim. Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha. Ya'ni mana shu raqsingiz bo'yicha. Shu raqs bo'yicha qatnashib keldim Michael Jackson. Yana qatnashish niyatim bor, orzularim. Uning qo'l harakatlari ham birozgina qiyinchilik tug'diradi. Chunki qo'l harakatlarida ham turli xil harakatlarni namoyish etadi. Shu harakat tez harakat qiladi-da, tez. Keyin o'rganish oson emas, dim qiyin. Lekin Allohdan so'rab o'rganib o'zimga yaqadim. Qo'l harakatlarini ko'rsatib bera olasizmi? Qo'l harakatlarini bundatib o'ynash, bundatib, keyin rastva, bunday shunaqa. Juda ham chiroyli ko'rsatib berdingiz. Haqiqatdan ham tezkorlik talab etiladi demak sizda. Ichimda top ruhi yurgan deydi Michael Jacksonda. Unamayicha durolmayman. Ustozingiz bo'lganmi yoki o'zingiz ko'rib o'rganganmisiz? Ustozim yo'q, lekin ko'rib o'rganganman. Ko'proq ijtimoiy tarmoqlar orqali demak. Ha. Kimgadir shogird tush niyatingiz ham bo'lganmi? Bo'lgan, rahmatli Michael Jackson ustozimiz deb qabul qilaman. Shu hozir bo'lganda yonga boradim Amerika. O'zi umuman olganda raqsni o'rgatadigan juda ham ko'plab ustozlar bor. Aynan o'zimizda ham shogird bo'lish niyatingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Aynan qaysi ustozga? Qizibek domlaga. Qizibek domla shu qaratib borsam kutib olib, yana shogirdim keldi deb meni kutib olib, shu bitta devjnani o'rgatib. Demak, harakatlarda ham ulardan bilim olgansiz. O'zingizning kelajakdagi niyatlaringiz qanday? Mening kelajagim shu balibester bo'lish. O'zi umuman olganda mana shu raqsni o'rganish jarayonida sizdan 4 ta talab etilgan bo'lsa, yo'q buni uddalay olmaysan degan insonlar ham bo'lgan. Ha, ko'p taqdirlar bo'ldi, negativlar ko'p bo'ldi. 50% qo'llab-quvvatladi. Rahmatli onam shu o'qishga girdingmi, endi daqansa yur. O'rgan, yana ish qilib, ko'nglingni so'ldirma, sabr qilaman dedi. Ya'ni ular qo'llab-quvvatlagan. Ha. Do'stlaringiz bunga qanday fikr bildirishgan? Avval yaqin do'stlarim bor edi, hozir
uncha gaplashmayman. Aynan mana shu raqsingizni qila olmaysan deganlar uchunmi? Ha, shu raqs qila olmaysan, Michael Jackson bo'la olmaysan. Mana shunday paytlarda ham kuch topa olgansiz. Ha, kuch-quvvat. Nima desam, yiqilib, yana turib, yiqilib, yana turib o'rgandim. O'zi asli gap chiqishim, otam, rahmatli otam, avval yoshligimda talaba vaqtimda Qaldirg'anch assamblelarda qatnashgan ekan. Lazgi o'ynab, marhabo tarlatlarda qatnashgan ekan. Xorazm lazgi, Xorazmda qatnashgan ekan. Shu men ham shuna o'xshab, zamonaviy raqsda o'rganib sahnaga chiqdim. Demak, yaqinlaringizda ham bu talant bor. Bor. Keyinchalik ham aynan mana shu raqs yo'nalishi bo'yicha davom ettirmoqchimisiz kasbiy salohiyatingizni? Ha, shu otam vasiyat topshirib ketdi. Shu men ham shu o'rganaman. Umuman olganda raqsga tushayotgan paytingizda oldin qo'shiqni eshitib unga tayyorlanib olasizmi yoki qo'shiqni eshitib shu joyning o'zida ham raqsga tusha olasizmi? Menda boshda repetitsiya qilganman avvallar. Keyin repetitsiya qilgandan keyin o'rganib, qo'shiq eshitib, tayyorlanib, qo'l harakatlarini mindatib, keyin tabirlar bo'lsa, tabirga boraman. Repetitsiya qil deydilar-ku shu kuni. Repetitsiya qilmayman. Chunki repetitsiya qilsam yodimdan chiqdi. O'zim chiqaman o'zim sahnaga. Repetitsiya qilmayman. Albatta Michael Jacksonning harakatlari birozgina qiyinchilik tug'diradi, lekin umuman olganda boshqa estradniy raqslarga yoki aytib o'tganingizdek lazgi mana shularga tayyorlanish uchun sizdan qancha vaqt talab etiladi? Shu qancha vaqt? 4 yildan beri o'rgansa bo'ladi. Yaqinda o'qishga girdim, 2-kurs talabaman. 2-kurs talabasiz? Ha. Siz uchun eng qiyinchilik tug'diradigan raqs turlari qaysilar? Masalan, estradniy qo'shiqlar yoki aytib o'tganingizdek mana shunday zamonaviy harakatlar yoki lazgilar. Xorazmchasida endi lazgida sal-pal qiynalaman, lekin o'rganishni niyatdaman. Demak, hali lazgi harakatlarni to'laqonli o'rganmadingiz. Ha. Qiziqish bor. Bugungi kunda aytib o'tganingizdek, mana shu yo'nalishda ketishimni juda ham ko'pchilik albatta aytib o'tdi, ko'pchilik fikr bildirdi degan gaplarni aytib o'tdingiz. Umuman olganda yana qaysi raqs harakatlarini o'rganyapsiz bugungi kunda? Bugungi kunda biz balet klassik o'rganib turibmiz. Keyin narodniy xalq sahnalar o'rganib turibmiz. Buxorocha raqsni o'rganib turibmiz. O'zbek milliy shu raqslarni o'rganib turibmiz. Shu zamonaviy raqsdan bizda Xorazmda ko'p, lekin qiziqish bor. Yosh bolalar meni keladi. Ustoz, iltimos meni shogirdga oling deb keladilar. Shu o'yinlarni ko'paytirmoqchiman. Shu teptonik raqslarimiz bor edi. Istaradan shu qo'l harakatlari mundab aylanadi, mundatib, keyin kallani mundatib. Keyin ham bir o'yinimiz bor. Internet tarmoqlarida o'rganib turibman. Robot mundab qotib o'ynaydi-da, mundab qo'llarini mundatib kirib, mo'yin harakatlar qilib, shularni o'rganmoqdaman. Aytib o'tganingizdek, haqiqatdan ham aynan qotib o'ynash, ya'ni robot harakatlari orqali raqsga tushish, bu menimcha biroz qiyinchilik tug'dirsa kerak. Qiyinchilik, lekin mehnati qiyin. Lekin men shu orzu qilaman, shu Xorazmda ko'paytirishim kerak. Aynan mana shu yo'nalishda. Sizningcha raqsga tushayotgan paytda raqqos ko'proq nimalarga ahamiyat qaratishi lozim? Boshda hurmat, keyin imij, keyin oyoq qo'l harakatlari, oyoq holatda. Aynan mana shularga e'tibor qaratish lozim. Siz uchun imij qanday bo'lishi lozim? Ya'ni e'tiborni tortadigan bo'lishi kerakmi yoki raqs turiga qarab tanlanishi kerak? E'tiborda bo'lishi kerak, chiroyli kiyinish kerak. Keyin raqsga kelsak, chiroyli formada bo'lishi kerak. O'qish paytida ham, sahnaga chiqishdan. Bugungi kunda o'zingizda ham adashmasam turli xil raqslarga mo'ljallangan turli xil liboslar ham mavjud. Milliy liboslar bor.
Xorazm lezgisi liboslarimiz bor. Michael Jacksonning kostyumi bor. Shu kostyumni maxsus shu oldirib, kiyib sahnaga chiqaman. Aynan maxsus mana shu raqs uchun tayyorlatgansiz. Birinchi marta, ilk marta, ya'ni katta sahnaga chiqqan paytingiz esingizdami? Ha, esimda, lekin boshda qo'rquv, hayajon, ko'zimda yosh oqqan. Bu qaysi paytda bo'lgan, ya'ni necha yoshingizda va qaysi sahnada? Maktab bitirgan paytimda 9-sinfda meni chaqirgandilar. Raqsingni ko'rsat, nang bor ekan, raqsing bor ekan, zo'r ekan. Bir tabrlarda ko'rdim, to'ylarda ko'rdim dedi. Ham to'ylarga ham chiqaman-da. Keyin tabrlarda ko'rib, to'ylarda ham chaqirdi. Keyin shu katta sahnada 5 tashabbus olimpiada ishtirok etdim. Shu sahnada qo'rquv bo'ldi. İlk marta mana shu paytda demak sahnaga chiqqansiz. Ha. Shu bilan birgalikda aynan mana shu raqsingiz orqasidan turli xil ko'rsatuvlarga ham taklif etilgan. Ha. Qaysi ko'rsatuvlarga? Boshda Assalom Xorazm ko'rsatuvi 2 marta chiqdim. Shu san'atga girdim, lekin o'sgan sayin yaqin insonlarimdan ayrildim. Do'stimdan, sevganimdan, otamdan, onamdan. Aynan raqs san'atiga kirib kelganingizdan keyin. Ha. Aynan sahnaga chiqqan paytingizda ham raqsning harakatlarini unutib qo'ygan paytlaringiz bo'lganmi? Yo'q, lekin yodimda turadi. Sahnaga bir qadam tashlandim. Chunki ichimda o'xsharib turgandimda. Muzika harakatlarini o'rganish, harakatlarni mundab qilish, zo'r qilish, muxlislarim qo'llab-quvvatlaydi. Hayajon natijasida ham demak unutib qo'ygan paytlaringiz bo'lmagan. Ha. Katta rahmat aytamiz ko'rsatuvimizga vaqtingizni yemasdan kelganingiz uchun. Juda ham chiroyli ko'rsatuvlardan biri bo'lmoqda. Aynan raqs olamiga qiziqadiganlar uchun ayniqsa. Ko'rsatuvimiz haqida fikrlaringiz? Rahmat katta chaqirganlaringiz uchun. Muxlislarim ham sog'-salomat yuringlar. Ularni kuzatib borishni so'rab qolaman. Sizga ham katta rahmat aytamiz. Vaqtingizni yemasdan kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun ham mana shu ko'rsatuvimiz orqali sizlarga ozgina bo'lsa ham kayfiyat ulasha olgan bo'lsak, nimadir o'rgata olgan bo'lsak, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Yana keyingi sonlarda eksklyuziv tarzda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.